Rasul Kusherbayev stand-up konsertingiz qachon? Anaqa davlat sohasida ishlayapti. Deputat Humo Arenada konsert beryapti. 21-asr ko'p narsaga guvoh bo'lyapti. Vazir to'yda qo'shiq aytyapti. Deputat Humo Arenada konsert beryapti. Bu kechda Rasul Kusherbayev stand-up konsertingiz qachon? Ayting siz ham. Xullas bugun Shohrux Rep konserti Humo Arenada. Tayyormisizlar? Zo'r bo'ladi, ketdik. Hozir hammadan intro olamiz. Shohrux Rep haqida mana 2000-yillardan beri ishladiganlar bor. Ketdik, boshlaymiz, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Rahmat. Sizga kim chiroylisan deb aytgan? Ko'pchilik aytadi. Hamma yolg'on gapirgan. Hozir. Shohrux Rep konsertiga kelyapsiz. Necha yildan beri ishlasizlar? 3 yilcha bo'lsa kerak menda. Men taniganimdan beri, lekin yilini bilmayman. Anchadan 5-6 yil bo'lsa kerak menimcha. 5-6 yil oldin tanishganmisizlar? Yo'q, ashulalarni eshitganman. Xo'p, Shohrux Rep qo'shiqchilikdan boshqa yana bir ish qiladi. Ular anaqa davlat sohasida ishlardilar. Xo'p, nima ish? Hokimiyatda, Hokim? Yo'q, hokimiyatda ishlardilar. Qaysi hokimiyatda ishlardilar? Chilonzor tuman? Hokimiyatida ishlaydilar, hokimlar. Siz Menimcha boshqa shaharda emasmidi? Yoki Toshkent. G'ijduvon tumani, nimada? Yo'q. Chilonzor tuman xalq deputati. Ha. Qaysi ashulasiga yoqtirasiz? Yoroni ashulasini yaxshi ko'raman. Ket kuylaymiz. Yoroni. To'xtang. Hali ancha bor konsert. Hali bormi? Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Tashamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Qanchadan beri kuzatasiz Shohrux? Ancha yillardan beri 5-6 yilcha bo'ldi lekin. Sizga 5-6 yil ancha yilmi? Ancha yil menga. Ancha yil, ha? Ancha. Qaysi qo'shiqni mazza qilib eshitasiz? Yoroni. Yoroni. Ha. O'zi eng mashhur qo'shig'i shu-da. Shuni eshitaman. Ota-ona. Ota-ona? Albatta, Ota-ona. ko'rib chiqqan. Ota-ona hurmat qilish kerak, to'ppa-to'g'ri. Shundaymi? Shunday. Shohrux Rep yana nima ish qiladi? Deputatlar. Mana birinchi Fanatlar va Instagramda. Fanatlarsa, bo'ldi. Bungacha bo'ladi ajoyib musiqa. Qalaysiz, to'xtang. Ozarbayjonskiy. Keling. Ozarbayjonskiy. Shunday, oldinga o'tib oling. Tez oldinga o'tib olsin, gaplashib ketamiz. O'ting tez. Biz qizlar ketib qoladi. To'xtanglar. To'xtanglar, bu yoqqa kelinglar. Hamma kelsin. Mana operatorimiz. Mana bu. Assalomu alaykum. Kelinglar. Qayerdan keldingiz? Ozarbayjondan kelyapsizlar. Nima so'radingiz? Ozarbayjondan kelishdimi? Ozarbayjonda konsert приехали. Ozarbayjonda na konsert приехали. Voy, Shohruxda Ozarbayjonda muxlislari bormi? Bor. Qaysi qo'shig'ini yoqtirasiz? Bolaligim. Bolaligim? Bolalik zo'r bo'lardi. Bu qo'shiq emas, nima yolg'on gapiryapsiz? Xo'p, qanchadan beri kuzatasiz? Tarjima qilib turing, ozarbayjoncha bilmaymanmi? Да. Сколько лет вы знаете? Сколько лет? 15. 20 yil. Ozarbayjon. Siz qizlar qayerdan? Ha, shu yerdan? Siz bu Ozarbayjon o'rtoqlaringizmi? Ha, mana kamera mana bitta. Kameraga qarab turing. Xitoy TV. Qiziq TV yozib qo'yibsiz-ku. Bunaqasi ham chiqib ketdimi? Qarang, shunaqa ham chiqib ketdi. Kameraga qarab oling, iltimos. Ochkingiz chiroyli ekan, nima ish qilasiz? Ochkingmi? Bilmayman. Bunday qildingizmi? O'qiysizmi? Ochkingiz chiroyli ekan, nimaga unaqa ish qilasiz demoqchilar bo'p. Ochkim Zirenanikida. Zirenanikimi? Nechi? Minus nechidir bilmayman, ancha oldin olganman. Qarang, 2 ga 2 ni qo'shsa nechi bo'ladi? 5 bo'lsa kerak. 3 bo'ladi-da, siz minus 1 deyapsiz-ku. 4 bo'lsa kerak. Bo'pti, yaxshi. Bilet yo'qmi? Biletimizni yo'qotib qo'ydik, chopib ketishdi. Kim? Bilmayman, shunda yuzasiga ikkita bukladim.
Shotingga qo'ydim 2 minutda yo'q. Bo'ldi, shu qizlarga men nomini beling. Bo'ladimi? Javobmi? Kamerani yonida emas. Bu yomon bular ha. Keling, keling. Kameraga qarang. Besprikol qotib qo'ydik. Besprikol yo'qotdingizmi? Bo'ldi, men sizga zo'r maslahat beraymi? Uyga ketinglar demay faqat. Yo'q, ehtiyot bo'linglar, bundan keyin yo'qotib qo'ymanglar. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Halay, keling. Aka yaxshimisiz? Men deshak abi. Yo'q, biz boshqa. Halay, zo'rmi? Zo'r. Halay, masa qildingizmi? Judayam. Haligacha masa qilyapmiz. Qachon konsert? Xudo. Dekabrda dedi Xudo xohlasa. Qaysi yiliga aniq emas. Duet zo'r chiqdi. Rahmat. Yo, zo'r chiqdi. Sizni ko'rsatishdi. Qayerda? Ekranda. Halay, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'rmisiz? Rahmat, bo'ldi. Aka, bizani Qiziq TVda formatimiz shunaqa bo'lmaysiz lekin. Xafa bo'ldim. Xafa bo'ldingizmi? Bizga farqi yo'q. Yana xafa bo'ldingizmi? To'xtang, konsert tugasin. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Zo'r bo'ldi. Taassurotlar zo'r, ham eski ashulalar ham aytildi, bizga yoqqan ham ashulalar bo'ldi. Kayfiyatimiz a'lo. Концерт вообще топ, zo'r. O'tgan yilgidan ham zo'r bo'ldi. Самый лучший концерт за этот год вообще, самый лучший рэп. Rahmat katta. Konsert zo'r bo'ldi har doimgidek. Baribir Shohruh bu Shohruhda daraja boshqacha, legenda. Xullas shunaqa gaplar. Deputatlar konsertni yorib yubordi. Oxirgi gapim, Rasul Kusherbayev, siz qachon konsert berasiz? Hech bo'lmasa stand up. Sizni muxlislar kutyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Qiziq TV va Ali Anvarov bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr!